Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yangicha formatda, ya'ni jonli tarzda Qubo mahallasiga birgalikda tashrif buyuramiz va Qubo masjidiga qadar piyoda yurib boramiz va yo'l davomida nimalarni ko'ramiz, qanaqa qiziqarli jarayonlarni birgalikda ko'rib tomosha qilsak bo'ladi. Demak, videoni oxirigacha ko'ring, albatta qiziqarli bo'ladi. Biz boshladik. Demak, ko'rib turgan bo'lsangiz, bu joyga biz boshlayotgan joyimiz 310-darvoza va 309-darvozadan boshladik. Bu tomonda ko'rib turganingizdek atir do'konlar va bu tomonda esa kutubxona bor. Va o'ng tomonimizda mana bu joyda G'amoma, ya'ni Bulut masjidi joylashgan. Demak, biz mana shu masjidning ro'parasidan Qubo mahallasiga qarab yo'l oldik. Sizlarga mana shu joyda bitta yangilik aytib o'tib ketaman. Agar Saho Travel orqali keladigan bo'lsangiz, shundoqqina 309, 310-darvozalarning ro'parasida joylashgan Mehrob Toyba mehmonxonasiga joylashasiz. Va yana bir qiziq ma'lumot, agar Qubo masjidiga piyoda yurib borishni xohlamasangiz, agar oyoqlaringiz og'riydigan bo'lsa, mana bu joyda golf mashinalari qo'yilgan. Bu mashinalar sizni kishi boshiga 10 realdan Qubo masjidiga qadar eltib qo'yadi. Mana ko'rib turganingizdek, golf mashinalari odamlarni eltib olib ketdi. Mana shu Qubo mahallasidan faqatgina mashinalar yurmaydi, faqatgina golf mashinalari yuradi. Piyoda yurib borishingiz uchun hamma sharoitlar qilingan. Demak, Masjid Nabaviydan Qubo masjidigacha bo'lgan masofa 3,5 kilometr. Ya'ni bu taxminan 3,5 ming qadam degani. Shu yo'l davomida nimalarni ko'ramiz, qanaqa qiziqarli voqealar bor, birgalikda ko'rib chiqsak bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Aytgancha biz hozir dekabr oyida turibmiz. Bu oy juda ham salqin, mo'tadil bo'ladi Madina shahrida. Mana shu bir hafta davomida havo harorati kunduz 25, kech payt 18-17 daraja issiq bo'lib turibdi. Ya'ni agar mana shu futbolkada yuradigan bo'lsangiz, sal sovqatishingiz, etingiz jimjitishi mumkin. Shunaqa. Qaranglar, mana shabada esib, odamlar kimdir uyiga ketyapti, kimdir Masjid Nabaviyga ibodat qilgani, kimdir havzaga kirgani, yana kimdir shunchaki Madina shahri bo'ylab aylanib yurishibdi. Bu tomonda ko'rib turgan bo'lsanglar, most bor. Shunaqqina most yonida yana yangi mehmonxona qurilmoqda. Va bu mostdan o'tishimiz bilan yana bir yangi osmon ko'prik, ya'ni most mashinalar uchun ko'prik qurilmoqda. Xo'p, eshitishim bo'yicha, ya'ni Saudiya axborot vositalarida o'qidim yaqinda. Mana bu ko'rib turgan mashina mostlar, ya'ni mana shu ko'prik buzib tashlanib, o'rniga mana yangisi qurilmoqda. Bu joy bitgandan keyin mana bu eskisini buzib tashlarkan. Sababi bu joyga yana 2 qator mehmonxonalar tushishi mo'ljal qilinmoqda. Ya'ni Masjid Nabaviy atrofidagi mehmonxonalar soni yana ko'payadi, 2x ko'payadi. Ko'rib turganinglardek, har yili Saudiya Arabistoniga umra amalini bajargani yoki bo'lmasam sayohatga, ziyoratga kelgan insonlarning soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Shu sababdan bu joydagi mehmonxonalar yetishmovchiligi talaygina. Bu joyda mehmonxonalar yetishmovchiligi bo'lganligi uchun mana shu joyda 2 qator mehmonxonalar qurilishi rejalashtirilgan Saudiya hukumati tomonidan. Demak, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir yangi qurilayotgan ko'prikni o'rtasidan kesib o'tyapmiz. Xo'p, sizlarga mana shu joyda bitta yangi lokatsiyani ko'rsatib o'tib ketaman. Suq al-Mag'ribiy degan yangi do'konlar shahobchasi ochilgan bu joyda. Demak, bu joyga yurib ko'rsatib ko'rib chiqamiz. Qani? Sizlar faqatgina eksklyuzivini ko'ryapsizlar, chunki bu joy ochilganiga hali ko'p bo'lmadi.
Mana bu joyga yetib keldik. Qani birgalikda kirib ko'ramiz. Vau! Qaranglar. Xuddi avvalgi qadimgi Madina shahrini atmosferasini beradigan qilib, chiroyli qilib dekoratsiya bilan bezatishibdi. Qaranglar, eski ustunlar, xurmo daraxtlaridan bezalgan to'siqchilar, suvlar. Mana bu chiroqlarni qaranglar. حياكم الله تفضلوا. اهلا وسهلا. هلا وسهلا حياكم الله. عندنا عبي قلابيات. عندنا حياكم الله تفضلوا. عندنا جميع انواع العبايات، عندنا قلابيات، عندنا جميع انواع الاسعار، عندنا عروض، عندنا تخفيضات، عندنا حياكم الله. بسوق هذا المغسل. Bu joyga kelsangiz, oziq-ovqat deysizmi, tijorat deysizmi? O'zingiz ehtiyojingizga kerak bo'ladigan suvenirlar, nima kerak bo'lsa hammasini topsangiz bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Qani? كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير؟ ايش في عندك؟ عطور بخور. طلع سوي فيديو لازم نشوف الكويس انت يبين. بعدين كله مسك اوزبك. الحرم، مسك الروضة، مسك المدينة، مسك الطهارة، بخور العود، تراب الذهب، انتيزيا، فواكه، كله أيوة. موجود. شوف الواحد. شوف صور كله هذا. لا بس جيب واحد انا اصوره. جيب واحد. ايوه. خمرة. ايش اسمه هذا؟ خمرة. حمرة. ايوه خمرة. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. وهذا ثاني شيء مسك الحرم. اها. هذا مسك الحرم. يبيتين. مسجد الحرمning xidini ايوه خمرة ومسجد الحرم. beradigan مسك. misk. هذا عطر، هذا مسك. كم؟ بكم؟ 20 30 50. demak Okay. 20 30 50. أي. شكرا. أي. حياكم الله. Judayam chiroyli. Va sizlarga ajoyib bo'lgan, qiziqarli bo'lgan joy bor. Assalomu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله كيف وبركاته. حالك؟ بخير. تفضل هنا. ايوه. أهلا وسهلا أخي، من وين؟ أيام فروم. ده اوزبكستان. ما شاء الله أوزباكستان، يمن. أيوة. أيام فروم يمن. From Yemen. أيام فروم Nice to يمن. meet you, brother. أوزباكستان، I love you أوزباكستان. Yes. هنا عطور I ماركة love you بلال. too in Yemen. أهلا وسهلا. عطور ماركة البلال. هنا خصم 50%، هو 120 ريال، 120 ريال. 6 ريال ديسكون، 6 ريال أنت اشتري. Yes, brother. هنا سنفوال، لالون، برفيوم، عود بوكيك، خيار. هذا تشكيل. ما شاء الله. يا اهلا ومرحبا. هنا في عاشق العود، امير العود، اميرة العرب، رمبا، يارا، هذا كله Yeah. على 20 ريال، 20 ريال. These are beautiful, brother. ايوه. You will see them soon on our YouTube channel. يا اهلا Okay? وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا. Ajoyib. Demak, bizani ko'rganlar video olyapti bular. Men do'konimda reklama qilib ketyapti-da. Mayli reklama qilib ketaveramiz, lekin shu orada sizlarga ham foydali joylarni ham ko'rsatib ketamiz. Voy. Bu joy mana haqiqiy kelishga arziydi. Buni qaranglar. Otlar. Naryoqda puni otlar ham bor ekan. Wow. Buni qaranglar. اصل تحت كده كيف حالك؟ السلام عليكم. بخير. هذاك احسن. طيب هذاك Ketdik. Bu joyda quduq joylashgan ekan. Qanaqa quduq ekan, bilmadim. Lekin Madinada shunaqa oldingi quduqlar shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Lekin bu haqiqiy quduq emas. Bu tomonda Viyarachka ham bor ekan, qaranglar. Kirib bemalol Siratga sayohat qilsanglar bo'lar ekan. Taqaslar bir 8 daqiqa video davom etadi. Viyarachkani taqib Makkani, Madinani, avvalgi Makka, Madina shaharlarini ko'zingiz bilan ko'rib his qilishingiz mumkin. Va aynan mana shu joyda ko'rishingiz menimcha boshqacha his tuyg'usi kerak.
Ajoyib. Salom. Haqiqiy arab atmosferasi. Bu yoqda mana ayollar uchun chiroyli liboslar ham bor ekan. Meriya. Demak, sizlar bilan hozir Al-Maghribiy suq, ya'ni do'konlar markazini ko'rib chiqdik. Yaqindagina ochildi. Menimcha ochilganiga 1 oy ham bo'lmadi. Demak, bu joyga kelganingizdan keyin bu joyda restoran deysizmi yoki bo'lmasam oddiygina choy olib, maza qilib, do'stlar bilan yoki bo'lmasam oilaviy kelib gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Demak, biz yo'limizni davom etamiz. Qubo mahallasiga yana qaytib, to'g'ri Quboga qarab ketamiz. Qubo mahallasi shunaqa bir ajoyib, o'ziga jalb qiladigan joyi borki, bu joyga agar do'stingiz bilan, oila a'zolaringiz bilan yoki bo'lmasam biror bir qadrdon insoningiz bilan, o'ziga yaqin bo'lgan insoningiz bilan kelib tashrif buyursangiz, menimcha umuman boshqacha, o'zgacha tuyg'u bo'ladi. Sababi gaplashib, suhbatlashib, Quboga qarab yo'l olsangiz bo'ladi. Demak, bizni Qubo mahallasi o'zining rang-barang do'konlari bilan kutib olishni boshladi. Aytgancha bu yo'l tomonda, qaranglar mana. Bu tomonda fontan bor. Bu hozir o'chirib qo'yibdi. Bu joyga bemalol oilaviy agar bolalaringiz bo'lsa, bolalaringiz bilan kelib, ozgina tomosha qilsangiz ham kayfiyatingiz ko'tariladi, bolalaringiz xursand bo'ladi. Fontan bor, fontanlar raqsga tushadi. Demak, Qubo mahallasida yurar ekanmiz. Soatimiz rovna 12:00 bo'ldi. Soat 12 bo'lishiga qaramasdan odamlar ko'rib turibsizlar, juda ham gavjum. Hali do'konlar yopilishga ulgurmadi. Shunday ekan, sizlar bilan ko'rishda davom etamiz. Ikkita shahar bu, dunyoda uxlamaydigan shahar menimcha Makka bilan Madina bo'lsa kerak. Menimcha umuman uxlamaydigan shahar. Juda ham ajoyib. Assalomu alaykum. Assalom rahmatulloh. Kayfa hal? Bu joyga agar ayollarimiz tashrif buyursa bormi? Menimcha Qubo mahallasining yarmidan u yoqqa o'ta olmasalar kerak. Sababi bu joyda juda ham ko'p do'konlar, juda ham ko'p assortiment, abaya, kiyimlar, hop, suvenirlar, tasbihlar deysizmi? Hamma narsani topsangiz bo'ladi. Agar ayollar bu joyni bilib qolsa, menimcha bu joydan keta olmay qolsa kerak. Qaranglar. Mana to'g'onda abayalar. Hello brother. How are you? Hamma do'konlar bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Istalgan turdagi kiyimni topsangiz bo'ladi. Qishki deysizmi, yozgimi? Hammasidan bor. Yana bir narsa, bu joyda narx-navolar qanaqa ekan deganlar uchun ham. Ha, assalomu alaykum. وعليكم السلام. Kayfa hal? كيف حالك؟ Tamam. الحمد لله كيف حالك؟ Ay. Bitta do'konga to'xtab, bu joyda narx-navolar qanaqa, hammasini ko'rsatamiz. Faqat bittasiga to'xtaymiz. Demak, oddiygina tasbihlardan boshlaymiz. Bu joyda demak, menga yoqqani tak. Kam model? 2 ريال خاطر بس. 2 riyaldan ekan. Mana shu tasbihlar 2 riyal. 2 riyal. Jam ajoyib. Bu tomonda mana parfumeriya. Kimga atir kerak bo'lsa, bemalol kelib. Bu qancha? Kam? يا بعرف يوم. 10 riyal, 20 riyal, 30. 10, 20, 30. اوريجينال. Ayna kam? Diskerek. 40 riyal. Yes. 40. نعم. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu joydagi har bitta sotuvchi o'zbek tilida suhbatlashadi. Bemalol o'zbekchada gaplashadi. لا ما شاء الله تبارك الله. تقول له o'zbeki. نو عربي؟
منور بس قول اوزبكي. اوزبكي ايوه. اوزبكي. السلام عليكم. السلام يحسن عليكم مساك. كيف حال؟ كويس 100. نعم. هذا جود. بكم هذا؟ بخنشة. هذا تعال تبغى عطور؟ لا لا كم اوزبكي؟ هذا قول اوزبكي. 65. Shukran. Xo'p, demak, davom etamiz. Bu joyda asosan yamanliklar, Bangladesh, pokistonliklar savdo sotiqda bo'lganligi uchun va ko'proq o'zbeklar bilan muloqot qilganlari uchun o'zbek tilini yaxshi bilishadi. Shuning uchun istalgan do'konga kirib, o'zbek tilida muloqot qilib, bemalol xaridingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu joyda mana rasmiy parfyumeriya do'konlari ham bor. Chevarxona ham bor, hattoki mana ko'rib turganingizdek istalgan turdagi kiyimlaringizni shunaqa tikib berishadi. Ko'rib turganingizdek ayollar uchun juda ham ko'p narsalar bor. Bu joyga agar er-xotin kelsangiz, ayolingiz albatta bu joydan chiqib keta olmaydi va albatta sizga kamida 4 ta so'mka narsa xarid qilishga yordamlashadi. Quboga ketishingizda mana shunaqa 10 qo'linglarda 2 etajli do'konlar tarmog'i keladi. Mana shu do'konlarda 2-chi qavatga ko'tarilsanglar, sizlarga mana shunaqa Madinani eslatib turadigan joy namozlarni sotadigan katta do'kon bor. Mana shu joyga kelib, mana shunaqa 8 mm joy namozlarni siz atiga 40 riyalga xarid qilsangiz bo'ladi va undan tashqari mana bunaqa katta 14 mm joy namozlarni siz atiga 60 riyalga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu degani bunaqa narxdan boshqa hech qayerda topa olmaysiz degani. Shuning uchun bu videoni albatta ko'rib like bosib bu joyga kelib mana shunaqa joy namozlarni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Chunki bu boshqa joyda har doim ham uchirilmaydi. 40 riyalda menimcha yomon narx emas. Soat yarim tun bo'lishiga qaramasdan mana bu ko'cha uxlamagan. Odamlar hali ham harakatda, do'konlar hali ham ochiq. Assalomu alaykum. Stream. كيف حالك؟ بخير تمام كله تمام. كله اوزبكستان. كله شوف اوزبكستان. ايوه بوكسينج ما شاء الله. ايش اسمك بوكسينج؟ شخريار عارف؟ ملاكمة. ايوه وين؟ شخروخ شخروخ ايش شخروخ؟ جلال الدين. شخروخ. ايه شخروخ بوكسينج. حسن بوي دوسماتوف. انت كذا ايش اسم؟ علي احل الدين. اهل الدين. نعم اهلا وسهلا. من وين انت؟ انا يمن. يمن. وانت؟ من يمن. لا يمن. كلنا يمن. يلا مع السلامة. الله يعطيك العافية. شكرا. Aha. VIP golf mashinalari. Madina shahrida kim bilan muomala qilasiz yoki kimgadir kim bilandir tanishmoqchi bo'lsangiz, bu yerda odamlar juda ham oq ko'ngil, ochiq ko'ngil, tanishib ketaverasiz. Hech kim sizga qo'pol muomalada yoki bo'lmasam jahl bilan muomala qilmaydi. Bu joyda hamma juda ham sakinatga bosgan, yumshoq muomala qilishadi. Hammadan chiroyli, go'zal muomala kutasiz bu yerda. Ya'ni hech kim bu yerda bir-biriga qo'pol muomala qilmaydi. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek bu tomonda hammasi 3 riyalli do'kon bor ekan yo'limizda. Va bu tomonda ham ko'rib turganingizdek hamma narsa 3 riyaldan. Va oyoq kiyimlari esa 25 riyaldan ekan. Bu degani bizning pulga 98 ming, 90 ming atrofida oyoq kiyimlar. Bu joyga kelsangiz, o'zini narxlari bilan, o'zini tovarlari bilan hamma do'konlar. Ya ولد كيف حالك؟ السلام عليكم. من وين انت؟ من مصر. من مصر. وانت؟ من اليمن. من اليمن. ما شاء الله. كيف حالك؟ بخير؟ انت كم عمر؟ 8. 8. انت رحت المدرسة ولا؟ مدرسة. إلى كم كم سنة؟ كيف كم؟ كلاس كم؟ ايوه. رابع. ها؟ رابع. رابع 4 يعني. ها؟
تمام وانت سادس ثالث سادس سادس 6 يعني 6 ايوه تمام شكرا ها صور فيديو فيديو وانا ها وا علي ها قول يلا تعال جيب الفل جيب يه سوي بم mana Quboda shunaqa yosh bolalar juda ham ko'p o'ynaydi. Ana. Ajoyib. Kelsangiz juda ham kayfiyatingiz ko'tariladi. O, bu tomonda bizga qiziqarli bo'lgan joy bor ekan. Demak, mana bu turgan joyimiz arendaga mana shunaqa skuterlarni, velosipedlarni beradigan joyda turibmiz. Hozir so'ramiz. Assalomu alaykum. Kam skuter? ادخل جديد نص ساعة ولا ساعة كم؟ خلوه هو للبيع فقط للبيع فقط للرجال فقط ما في إيجار يعني؟ ايجار لا ولا كم هذا؟ هذا 2000 ريال 1000 ريال يعني 2000 2000 ايه هذا صغير كم؟ في صغير 1100 في 1200 Tamam, shukran. Demak, bu joyda ijaraga bermas ekan, sotilar ekan, velosipedlar va samokatlar sotilar ekan. O'rtacha mana bunaqa katta samokatlar narxi 2000 riyal ekan, kichkinalarning narxi esa 1100 1200 riyal ekan. Shukran. Ayvan. Demak, har bitta do'konga kirsak, mana do'konimni videoga olib qo'ygan. Odamlar esida qolsin. Assalomu alaykum. Kayf holik? Maşallah. Assalomu alaykum. Golf mashinasini 2 qavatli qilishgan. Double bus deydi buni. Keyingisini chiqaramiz. Demak, biz Qubo masjidi tomonga qarab yurishni davom etamiz. Tepadan oling-da, bunday qilib. Ahlan va sahlan. Welcome. Yo'l davomida shunaqa yam-yashil daraxtlar bahri dilingizni ochiradi. Muhimi toza havo. Bizlarnikiga o'xshab hozir O'zbekistonda bilasizlar, chang. Lekin agar Madinaga keladigan bo'lsangiz, bu joyda havosi juda ham toza. Bilasizlar, bu joyda tuproq agar chang havo tepaga ko'tarilsa, bir necha daqiqalarda yana pastga cho'kib qoladi. Sababi bu joyi changi, ana tuprog'i ham og'ir bo'ladi. Mana buni haqiqiy joy desa bo'ladi. Mumkin xil qani marhamat qilasizlar. Xo'p, bu joyda erkaklar kiyimini tikib beradigan, mana shunaqa suv tayyorlaydigan, tikadigan joyga keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kayf holik? في عندك هذا الثوب كم ريال يعني كامل واحد؟ يختلف كل واحد حسب القماش حسابكم كم بداية كم؟ بداية 130 ينتهي 180 130 180. Demak, bitta mana shunaqa uzun arab libosini tikib sizga mos qilib tayyorlab berishni 130 dan 180 riyalgacha tayyor bo'lar ekan. Demak, materiallarni ko'rib turibsiz, juda ham qalin. Eng sifatli materiallardan ishlatadi. Bu joyda tiktirmoqchi bo'lsangiz, tiktirish afzalligini aytaman. Birinchi bo'lib o'zingizga moslab, juda ham o'zingizga loyiq qilib tikib berishadi. Va mana shunaqa o'zining ustalari sizga chiroyli moslab liboslar tikib berishadi. Demak, biz yo'limizda davom etamiz. Shukran.
Qizlar ketyapti. O. Yana bir narsani sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak. Hamma narsa ko'rib turganingizdek 1 riyalni tashkil qiladigan. هي شيء ريال حبه ريال كل شيء ريال حبه ريال Qaranglar. Mana shu ko'rib turgan hamma tasbihlar, hammasi atiga 1 riyal. Demak, bu do'konda barcha narsa 1 riyaldan ekan. Assalomu alaykum. Kulli shay vahid riyal, صح? Everything 1 riyal. Everything 1 riyal. Wow. It's perfect. Okay, no need. For my YouTube video, you will see it on the YouTube my channel, okay? Thank you. السلام عليكم. Endi sizlarga yana bir joyni ko'rsatishim kerak. Qubo mahallasidamiz. Qubo masjidining yo'lidamiz. Qubo masjidining yo'liga ketishda chap qo'lingizda shunaqa o'zbekcha qilib aytganda ovqatlanish joyi, food court joylashgan. Bu yerda ovqatlar yo'q, lekin piknik qilib, farzandlar bilan, oilaviy do'stlar bilan o'tirish uchun juda ham idealni, tinch, sokin joy. Assalomu alaykum. Sizga qaradim, yana. YouTube. Assalomu alaykum. يا من وين انت؟ من المدينة. من المدينة؟ يس. مديني؟ نعم. ايش اسمك انت؟ الحمد لله. محمد. وانت؟ يحيى؟ انا بشير بشير ما شاء الله تبارك الله. انا اسمي احلى الدين. ها صراحه احلى الدين. أحلى الدين. ايوه ايش اسم قناتكم؟ ايوه يعني احلى الدين. انتوا الدين؟ ايوه الدين يعني كده. ايش اسم قناتكم؟ ها؟ اسم القناه مقابلة ولا ايش؟ قال على يوتيوب يعني. على اليوتيوب؟ ايوه. تعال مقابلة على اليوتيوب. طب فين ينزل؟ ها؟ اين اجد المقطع؟ Where are you from? I'm from Uzbekistan. ما شاء الله. Yes. You will see that on your face in our YouTube channel. Okay? Subscribe Safo Travel Official. Okay? Okay, like What's your name? Safo Travel. Safo? Travel. ترافل. Yes. Okay. Thank you. Goodbye. Have a good day. Okay. Yo, bro. How are you? We will continue to walk to Ila Medina. Safo Travel. Safo Travel. Barak. مع السلامة. Yarim tunda ham bolalar o'ynashyapti, velosiped haydayapti, futbol o'ynashyapti. Demak, bu yerda qaranglar, mana golf kartlar, mashinalar kelyapti. Can you together go? No? Okay. Sen chiroyli. Demak, hozir biz tungi Qubo masjidida ketyapmiz va shu joyda sizlarga yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bunaqa konditsioner, ventilyatsiya tizimlari qo'yilgan. Agar bu yerdan kunduz yuradigan bo'lsangiz ham salqin havoni sizlarga ta'minlab beradi. Assalomu alaykum. Tomonda Riyod bank joylashgan. Va atrofdagi mana bu binolar mehmonxonalar hisoblanadi. Ya'ni barchasi ijaraga beriladi. Masjid Nabaviydan bir necha kilometr uzoqlikda joylashganligi uchun bu joydagi mehmonxonalar ijarasi ham anchagina arzon hisoblanadi. 1-2 barobar haramga nisbatan arzonroq narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Va Qubogacha 1 kilometr qoldi. Yo'lda yurib ketayotgan odamlarga ma'lumot sifatida
Sen yaqinlashib qolding degan ma'noda 1.1 kilometrda yozib qo'ygan. Demak, hozir 12 dan oshganligi uchun do'konlar yopib qo'yilgan. Lekin shunday bo'lsa ham odamlar hali ham gavjum. Ko'chalarda bolalar futbol o'ynagan, velosipedda yurgan, kimdir oilaviy piknik qilyapti. Yana kimdir do'stlari bilan gaplashib o'tirishibdi. Va mana bunaqa golf mashinalari ham ketuzilgani yo'q. Hello bro, how are you? No. Demak, yana skuterlar va mototsikllar sotiladigan do'konga ko'zimiz tushdi. Bu joyda ham o'zizga yoqqan kvadrotsikl ham bor ekan. O'zizga yoqqan har xil turdagi mototsikllarni, skuterlarni xarid qilsangiz bo'lar ekan, qaranglar. هذا إجارة ولا فلوس؟ إجارة؟ تمام. Aha. Vallahi futbol o'ynayapti. Qani biz ham futbol o'ynaymiz. Biz arab libosda bo'lganimiz uchun mana buni qayirib olamiz-da. Futbollarni buzamiz qani. Ayya. Yalla. Stream. Live. Gol. I'm showing video for YouTube. ايوه لا بس ايوه بس لا زي كده مساء عليكم ايوه جول يلا مع السلامة يلا اوه Operatorimiz velidan tez yugurib o'tib ketdi, ko'rdingizmi? Qoyil. Demak, Qubo masjidiga ketar ekanmiz. Yo'limizning chap tomonida mana shunaqa Juma masjidiga ko'zimiz tushadi. Bu masjid haqida juda ham ko'p ma'lumotlar eshitganmiz. Ulardan eng mashhuri bu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Juma namozini o'qiganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan va o'sha ma'lumotga binoan bu joyning nomi Juma masjidi deb ataladi. Qani unda yo'limizni davom etamiz. Demak, Qubogacha 500 metr masofamiz qoldi. Demak, Juma masjidi Qubo masjidiga 500 metr masofada joylashgan. Demak, Navaviydan kelishda chap qo'limizda joylashgan ushbu masjid. Demak, biz Qubo masjidiga qarab yo'limizni davom etamiz. Xo'p, atrof borgan sari jimjitlashib ketmoqda. Hozir biz do'konlardan,
va katta yo'ldan o'tib bo'ldik. Endi bu joylar atrofimizda do'konlar yo'q. Bu joyda menimcha xurmo bog'i joylashgan bo'lsa kerak. Eshik qulf ekan. Mana bu yoqda xurmo bog'ini ko'rishingiz mumkin. Bu ham shu qadimiy xurmo bog'lardan hisoblansa kerak. Va mana bu toshlarga ham e'tibor berasizlar. Bu toshlar Usmoniylar davridan qolgan toshlar hisoblanadi. Mana shunaqa stildagi devorlarni yoki bo'lmasam inshootlarni ko'rdinglarmi, bilinglarki, u Usmoniylar davriga tegishli bo'ladi. Biz ham mana bu bolakaylar kabi skuterda uchmoqchi bo'lsak, buni ham ilojisi bor. Chunki Quboga kelganda Quboning shunaqa ro'parasida mana shu do'konlardan ijaraga skuterlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Va bu tomonda ham bor, mana ko'rsatib qo'ying. Mana. Agar biz Instagram sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Madina ko'chalarini tunda skuter haydab aylangan videoyimiz bor. Mana bu joyda qoldiramiz. Xo'p. Demak, aynan o'sha skuterlarni o'sha videoda men mana shu joydan xarid qilgan edim. Bu joyga kelib bemalol skuterlarni ijaraga olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Ijara fi? O'zbek. O'zbekmisiz? O'zbekmisiz? Qancha? Skuter qancha? Skuter yarim soat 30 riyal. Diskount yo'qmi? Qancha? 25. Yarim soatiga 30 daqiqasi 25 daqiqada haydashingiz mumkin ekan. Olamizmi? Olmaymiz. Qaytishda bolalar. Tamam. Demak, mana shu joyga kelib bemalol Qubon atrofini skuterda aylanmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyni sizlarga tavsiya qilaman. Ham arzon, ham shu skuterlari sifatli, maza qilib Quboni Masjid Nabaviyni aylanib kelsangiz bo'ladi. Yarim soatda 25 riyal tashkil qiladi. Salom. Maşallah. Kestir. اوكي جنة البقيع. Hozirgi ko'rgan arab bolalar shu yerda Madinani arab bolalari hisoblanadi. Ya'ni menga o'xshab bunaqa uzun liboslar kiyib yurishmaydi. Ya'ni oddiy bizga o'xshab zamonaviy kiyinib yurishga moslashgan, o'rganishgan. Va nihoyat biz Qubo masjidiga yetib keldik. Demak, orqamda Qubo masjidi. Bemalol mana Masjid Nabaviydan piyoda yurib kelsangiz bo'ladi. Masjid Nabaviydan Qubogacha bo'lgan masofa 3,5 kilometr. Kelib bemalol ichkarida ibodatlarni qilib, yana Masjid Nabaviyga qaytsangiz bo'ladi. Mana alhamdulillah Qubo masjidiga ham yetib keldik. Demak, biz ro'parasa 1 soatdagi yetib keldik. 1 soat vaqtda biz Qubo masjidiga yetib keldik. Yo'llarda ko'rdinglar, to'xtadik. Agar sizlar to'g'ri yurib keladigan bo'lsanglar, balki 40 minutda, balki yarim soatda yetib kelarsizlar. Lekin biz mana shu joygacha 1 soatda yetib keldik. Juda ham go'zal. Har bir odam mana shu joyga kelishi yuragiga, diliga niyat qilib qo'yadi. Inshaalloh agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu muborak joylarga kelish sizlarga ham nasib qilsin. Shunday ekan videoga bitta like bosib qo'yinglar. Shu joyga oilangiz bilan, ota-onangiz bilan kelish hammamizga, bizani ko'rib turgan kuzatuvchilarga nasib qilsin. Demak, biz Qubo masjidiga ham yetib keldik. Videomizni mana shu joyda yakunlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Videoga like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha